Assalomu alaykum. Oilaviy yashash uchun uy qidirib yurgan obunachilarimiz uchun ajoyib high-tech usulida qurilgan Novostroyga domlarimizning 2 xonalisini ko'rsatmoqchiman. Keling, obzorni birinchi bo'lib sanuzeldan boshlasak. Nice to see you. Yo'lda tualetimiz joylashgan. Sanuzel razdельный, ya'ni alohida. Nasiyasi tualetdan mana shunchalik masofada joylashgan. Mannasi ham did bilan remont qilingan. Keyingi xonamiz spalniya xonasi. Ko'rib turgan barcha buyumlaringiz mana shu xonada qoladi. Bemalol kelib, ko'chib kelib yashash kerak xolos. Bu uyning eng yoqqan tarafi did bilan rang tanlanganligidir. Yashil va qaymoq rang svet bir-biri bilan juda mos uyg'unlashgan. Ko'rib turibsiz, bu xona ham kattagina, kengina. Bemalol bolalar xonasi yoki mehmonxona qilib qo'yishingiz mumkin. Va nihoyat uy bekalarimizning eng sevimli xonasi bu oshxona. Oshxonamizda kengina, hamma sharoitlari mavjud. Xolodilnik deysiz, duxovka, mikrovolnovka, termoshina, hammasi tayyor holatda. Va eng menga yoqqan tarafi ibodat qiluvchilar uchun Termiz shahrining yangi katta masjidi shundoqqina yonboshida joylashgan. Va shu jihatdan lokatsiyamizdan juda qulay. Masjidning yonbosh tarafidan Zafarga qarab ketadigan yo'lda, yo'lning ustida 8 qavatli Novostroykalarning 4-qavatida bu 2 xonali uyimiz joylashgan. Kvadrat metri 68 metr kvadrat, narxi $60,000 deb belgilanmoqda. Lekin mana shu kanal obunachilari uchun yanada kelishtirib berishga harakat qilinadi.